Ey yo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan yana o'sha tanib ketgan Monet Blogs kanali va ancha 2 oy oralig'ida video chiqarmay qo'ydim. Buni o'ziga yarasha sabablar bor edi. Endi videolar chiqib turadi. Maksimal podpishkada bo'lib tursanglar, bundan ko'proq videolar chiqadi. Faqat aktiv bo'lib, obuna bo'lib, like bosib qo'yiladi. Shunchaki videoga kirib, chiqib ketib qolmanglar. Qani unda videomizni boshlaymiz. Bugungi o'yinda FPS Flick o'yinini o'ynaymiz. Bunda biz ko'proq kill qilishga, qarochi o'ynaymiz, tushunasizlarmi? Qani bo'lsam o'yinimizni boshlaymiz. Xo'sh, uncha telefonda o'ynamayman va mana bitta birinchi kill. Xo'sh, hoppa. Ko'rasizlarmi? Akang vashi pro-da. Ko'p kesikka o'ynash kerak-da bu uchun. Menga o'xshab ko'p kesikka o'ynash kerak. Ularni kesikka o'ynab ko'rmaganman, to'g'ri. Avtomatik o'ynash kerak-da. Karamlikchalarni bo'lasizlar. Kerak-da. O'yin ustiga qoldi. Juda ham kecha qo'shildi. Normalni sizlarga omadni ko'rsataymi? Mana pulni qaranglar, pulni. 5-5-5. Hammaga viz. Kim shunaqa 5-5-5 qila oladi? Kimda menga o'xshagan omad bu shunaqa? Ha, aytinglarchi, kimda bu? Albatta Monet Blogsda bu. Kimda bo'ladi bu? Ratishkalar, mana birinchi pochimni killa boshladik. Adimmadin chiqib, Adimmadin o'lik ikkimiz ham. Normalni. Top 1da ketyapman, nima deyapti? Salom bolajonlar. Nima deyapti bu? Nima deyapti? Hoppa. Pichoqda qo'yamiz bu brat. Keling pichoqda. Ya no hay camino que recorra tu pasado, tan solo cicatrices de batallas por ganar. El tiempo dice quién se quedará. Ko'tekaman u test aus. Qasos minalar haq qilamiz bratanlar. Davay bo'lsam, qayerga o'tyapman? Ma'murchi vashi krisachaku. Hoppa. Nereden geldi? Geldi pulunu verin. Mana shu boladan qasos olaman. Men boshqa kelar. Mana aytdim-ku, qasos minal haq. Qasos olmay qolmaydi. Sizlarga aytayapman. Mana pushtikanlarni ham o'ldirish kerak. Hozir o'zidan ketyapti, valla Monet Blogsga sakrayapti shu yerda. Birinchi o'ringa chiqib olibdimi? Hozir qirol o'z joyiga qaytadi. Men pushtikanlarni o'ldirib olaydi. Nimaga bular tushunmaydi axir. Nima daqqa? Bratan minus qo'lim chiqibdi-da. Sizlar hozir o'yindan shu o'yin tugagandan keyin bitta abdushi narsa ko'rsataman. Ko'rib hayron qolasizlar-da, balki. Ammo harakat qildim. Kim men bilan Adimmadin FPS Flick o'ynamoqchi bo'lsa, shuni nikimni qo'yib qo'yaman. Shuni durza tashlasanglar olmayman, kibermasman. Adimmadin o'ynaymiz. Shuni privat server ochaman. Kirasiz 2-1mi, 2-2mi o'ynaveramiz, farqi yo'q. Durza tashlab qo'ysangiz, FPS Flick o'ynaymiz. Qirol o'z joyiga qaytmoqda, 2 ta kill qoldi. Mana negerni o'ldirsak, neger uni teri ajratmaylar, u ham odam. Nereden geldi? Geldi pulunu verin. Yemanu krisa. O 2-1. No, 3-1. Qirol hozir o'z joyiga qaytishi mumkin. Nimalar deyapsan o'zing betafo avsar. Bolaka 2 ta kill ko'p ketyaptimi? Vashi bu kaskadkanlarmi nima? Kaskadkanlar deydimi? Xo'sh.
Qirol joyiga qaytdi. Akalar. Qaytdi. Qirol o'z joyiga qaytdi. Xo'sh, keragidan bitta kill ko'p, xohlasanglar. Nima deyapti? Kasketganlar o'ldiraman deb aytdim-ku. Uni negerda o'ldirsak bo'ldi. Bu neger. Put that on Allah. Say, put that on Allah. Say wallahi, bro. Say wallahi. No room for racism dedi-ku. Neger. Negerda o'ldiraman, qarab turaylar. Qaraylar. Hop, bo'lmay qoldi. Qaraylar, negerda o'ldiraman. Harom, kimlar kelim chopib ketdi. Mana bitta kirisa. Hoppa. Ana, bizdan oshib ketibdi o'sha, men qaramabman. Xo'sh, qirol joyiga qaytdi. Neger. Mana o qizcha qaydan qo'shildi? Wake up. Wake up. Xo'sh, kirisaman, to'g'ri. Kametda unday so'kib tashlash. Shart emas. Maksimal podeshga qilaylik, ko'proq video chiqadi. Birga video obunachilar bilan birga video ham olaveramiz. Menga farqi yo'q, druziya tashab qo'yib podeshga qilib tursanglar bo'ldi. Konkurs qilamiz, birodarlar, 100 ta bo'lsak. Roblox konkurs qilamiz, konkurs. Mana sakraydimi bizga? Hoppa, prinsessani qoqib tashladik-ku, bolalar. Mana o'sha Only you. prinsessa mana bu kasketganlar. Headshot berib tashlayman-da shunaqa. Headshot bo'laman-da o'zi. Mendan qo'rqdimi deyman, emas, kelmay qoldi. Kasketganlar bilan adimma deb o'yin ketyapti-da, lekin. Ana shu bilan yaxshi jang ketyapti-da, lekin bu-ku. Mana kirisa jang qaraylar. Chiqib olgan joyin. Jang qaraylar, chiqib olgan joyin. Xo'sh. Ma. Nima git. Nima deyapti akalar, ukalar? Monet blog har doim birinchi o'rin bo'lgan. Bundan keyin birinchi o'rin bo'ladi. Shu narsani eslab qo'yinglar. Hozir uncha yaxshi o'ynamayotgandirman. Bittasi ko'rsam, juda hayron qolasizlar-da. Qirol o'z davrida qirol bo'lgan. Nima deyapti bu statistika? Bitta sezonning ichida 840 ta kill qilganman. Vizif tashlayman kerak bo'lsa, adimma deb o'ynashga yoki bitta sezonda shuncha kill qilishga kimni aqli yetadi? Aqli yetganlar kommentga shunday yozib qo'yinglar. Men viziflarni qabul qilaman. Короче, video shundan iborat edi. Agar video yoqqan bo'lsa, ikkinchi qismini ham chiqaramiz. Ikkinchi qismida faqat oddiy emas, obunachilar bilan chiqaramiz. Aynan sizlar bilan. Agar men bilan o'ynamoqchi bo'lsangiz, mana xuddi nikimni shu yerga qo'yib qo'yaman. Shunday druziya tashlaysiz, adimma o'ynaymiz. Keyin uni video qilib YouTube'ga joylayman. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, shu yerda like, podpiska bosib, menga obuna bo'lib qo'yib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Keyingi videolargacha ciao.